Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Navbatdagi video darsimizda 4 va 5-may kuni bo'lib o'tgan milliy sertifikat o'sha imtihonida tushgan savollar tahlilini ko'ramiz. Xo'p, demak 4 va 5-may kuni imtihonga tushgan savollarni bir tahlil qilib chiqsam, yozma savollarni. Ayniqsa 5-may kuni ikkinchi smenada tushgan yozma savollar sal murakkabroq ekan darajasi. Bu albatta abituriyent darajasiga qaraganda albatta murakkabroq, lekin rektor yoki ustozlar darajasiga qaraganda savollar albatta oson tuyuladi. Xo'p, shuning uchun demak birinchi o'sha 5-may kuni tushgan 41, 42 va 43 yozma savollarni ko'ramiz. Ikkinchi smenada tushgan. Xo'p, demak 41-savolni o'qiydigan bo'lsam, xo'p, o'simliklarda gulrangi ikki juft polimer genlar orqali yetishtiriladi. Gulrangi gen allellar soniga bog'liq bo'lib, bunda dominant genlar soni 4 ta bo'lsa qizil, 3 ta bo'lsa och qizil, 2 ta bo'lsa pushti, 1 ta bo'lsa och pushti bo'lmasa oq bo'ladi. Urug'lanish davomida qizil rangli urug'chi o'simlik bilan pushti rangli changchi o'simlik yetishtirilganda 366 ta urug' hosil bo'lgan. Xo'p, changchidagi diploid to'plamli mikrosporlarning 5 dan 3 qismidan mikrosporlarning 4 dan 3 qismidan chang donasining 5 dan 4 qismidan generativ hujayra hosil bo'lgan. Generativ hujayralarning rivojlangan spermiylarni esa 4 dan 1 qismi urug' hosil qilishda qatnashgan. Demak, quyidagilarni aniqlang deganimizda, demak, xo'p, topshiriqlarni bajarish tartibida mikrosporlarda rivojlangan hujayralar to'liq yozilishi kerak va urug'lanish jarayoni to'liq yozilishi kerak. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, bu savol o'sha polimeriya bilan urug'lanishni qo'shgan masalan shartida. Albatta bu o'sha 1 soat 20 daqiqada berilgan vaqt ichida bu masalani ishlash uchun albatta kamlik qiladi, chunki o'z navbatida bu masala fikrlashni ham talab qiladi. Xo'p, bu masalani demak sizlarga oson usulda yechilishi va yaxshiroq tushuntirishga harakat qilaman. Demak, birinchi biz polimer genlarni yozib olamiz. Demak, 41-savolda ko'radigan bo'lsak, xo'p, gulrangi gen allellar soniga bog'liq holatda ekan. Demak, bizda gulrangi berilyapti. Gulrangi, demak, dominant ikki juft polimer genlarga bog'liq ekan, unda istilanadi. Xo'p, gulrangi dominant genlar soniga bog'liq bo'lsa deyapti, 4 ta bo'lsa qizil bo'lar ekan. Demak, bizda dominant gen allellar soni 4 ta bo'lsa, demak, gulrangi qizil bo'ladi. Xo'p, 3 ta bo'lsa, masalan, sharti bo'yicha och qizil bo'ladi. Xo'p, 2 ta bo'lsa pushti bo'ladi. 1 ta bo'lsa och pushti bo'lar ekan va dominant genlar bo'lmasa, demak, oq bo'lar ekan. Demak, berilgan shartdagi ma'lumotlarni yozib oldik. Ana endi xo'p, urug'lanish davomida qizil gulli urug'chi o'simligi bilan ana bizda muhim, ya'ni chatishtirilayotgan organizm. Demak, bizda urug'chi bor va changchi bor. Demak, bizda qizil rangli urug'chi o'simligi, demak, urug'chi rangi qizil ekan. Demak, katta A1, A1, A2 va A2 holatda yozamiz. Xo'p, demak, bu rang qizil rangda ekan. Ana endi urug'chi o'simligi bilan urug'chini bilamiz. Biz demak urug'chi o'simligi bilan pushti rangli changchi o'simlik chatishtirilgan. Demak, pushti rang bo'lishi uchun bizda nima bo'lishi kerak? 2 ta dominant gen bo'lishi kerak. Shuning uchun buni digitrizibot qilib chatishtiramiz. Demak, bu pushti rangi. Pushti rangli, demak, digitrizibotlar o'simlik bilan chatishtirilgan. Demak, o'zi masala offline va online o'quvchilarning kirib chiqdi imtihonda. O'shalarni aytish bo'yicha savolni tikladim. Sizlarga tushgan savolda o'sha bitta farqlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkita qismda farq bo'lishi mumkin. Yana bilmadim. Shuning uchun demak, bu savol tiklangan savol hisoblanadi. Chunki men o'zim imtihonga kirganim yo'q. Imtihonda qanday tushganini bilmayman. Aytganimdek, offline va online o'quvchilarning kirib chiqdi imtihonda. O'shalarni aytgani bo'yicha savol tiklandi. Xo'p, demak, qizil rangli o'simlik bilan pushti rangli changchi o'simlik chatishtirilgan. Bu bilishimiz bizga muhim, chunki bilamiz. Changchi o'simlikda nima rivojlanadi? Changchidan
spermiyalar rivojlanadi, bilamiz. Urug' hujayralar esa tuxum hujayralari bilan markaziy hujayralar rivojlanadi. Shuning uchun ham biz buni yaxshiroq bilib olishimiz kerak. Xo'p, ana endi urug'lanish davomida bizda 666 ta urug' hosil bo'lgan. Demak, hozircha bizga kerak emas. Chanchidagi diploid to'plamli mikrosporasit bo'lingan. Demak, biz yozib olamiz. Demak, bitta mikrosporosit bo'linishidan demak 4 ta mikrospora hosil bo'ladi. Demak, o'zimizga yozib olamiz. 4 ta mikrosporada 4 ta chang donasi hosil bo'ladi. 4 ta chang donasidan 4 ta generativ hujayra hosil bo'ladi. 4 ta generativ hujayra, 4 ta generativ hujayradan demak 8 ta spermij hosil bo'ladi. Demak 8 ta sperm hosil bo'ladi. Demak biz bu narsani yozib olishimiz juda ham muhim, ayniqsa masalan ishlayotgan paytimiz. Xo'p, ana endi urug'lanish davomida bizda 666 ta urug' hosil bo'lgan. Demak, mikrosporasit hujayralar rivojlangan spermiylar urug'lanish jarayonida qatnashadi. Xo'p, demak, e'tibor beradigan narsamiz bizda spermiylarning biri plus tuxum hujayralar bilan qo'shiladi. Urug'lanish davomida tuxum hujayralar bilan qo'shilgan paytda murtakni hosil qiladi. Murtak. Spermiylarning biri esa plus markaziy hujayra bilan urug'lanadi. Markaziy hujayra bilan urug'langan paytda endosperm hosil qiladi. Endosperm bilan murtak birgalikda urug'ni hosil qiladi. Demak, bitta murtak, bitta endosperm birgalikda bitta urug'ni hosil qiladi. Ikkita spermid bizda bitta urug'ni hosil qiladi. Shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Xo'p, masalan, ishlayotgan paytimiz. Xo'p, YouTube'dagi o'sha video darslarimni ko'rsangiz, urug'lanish mavzusini chiroyli qilib tushuntirib berganman. O'shandan ko'rdim, yanada ham yaxshiroq tushunib olsangiz bo'ladi. Xo'p, demak bizda 666 ta urug' hosil bo'lgan. 666 ta urug' hosil bo'lgan. 666 ta urug' ana endi demak proporsiya qilib to'plagan bo'ladi. Ikkita spermiy bitta urug'ni hosil qiladi. Bizda nechta urug' qatnashgan urug'lanishda? 666 ta. 666 ta urug' nechta spermiyni hosil qiladi deb proporsiya qilib topamiz. 666 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1332 ta. Yana yozib olamiz, 1332 ta spermiy. Demak, mana bu yozamiz, 1332 ta spermiy demak urug'lanishda qatnashgan. Ana endi demak, yana ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan joyi bu mikrosporasit hujayralarning hammasi mikrosporani hosil qilmagan. Mikrosporlarning hammasi chang donasini hosil qilmagan. Chang donasining hammasi generativ hujayralarni hosil qilmagan. Yoki generativ hujayralarning hammasi spermiylarni hosil qilmagan. Masalan, shartdan bilishimiz mumkin. Demak, diploid to'plamli mikrosporasitlarning 5 dan 3 qismidan mikrospora hosil bo'lgan. Demak, buni hammasi qatnashmagan ekan. Demak, buni 5 qism desam, bundan 3 qismi nima hosil qilgan? Mikrospora hosil qilgan. Urug'lanishda ham qatnashgan. Xo'p, keyin mikrosporlarning 4 dan 3 qismidan chang donasi hosil bo'lgan. Mikrosporlar ham xuddi shunday. Hammasi qatnashmagan. Demak, buni 4 qism desam, 3 qismini nima hosil qilgan? Chang donasini hosil qilgan. Ana endi chang donasining 5 dan 4 qismidan generativ hujayra rivojlangan. Demak, chang donasini ham hammasi qatnashmagan. Buni demak 5 dan 4 qismi bizda generativ hujayralarni hosil qilgan. Hosil bo'lgan generativ hujayralarning demak generativ hujayralar rivojlangan spermiylarning 4 dan 1 qismidan urug' hosil bo'lgan. Demak, mana bu spermiylarni hammasi urug'lanishda qatnashmagan. 1332 ta urug'lanishda qatnashyapti bizda, chunki 1332 tadan 666 ta urug' hosil bo'ladi. Bizda demak generativ hujayralar rivojlangan spermiylarning hammasini 100% desak, ya'ni bu yerda 4 qism deyilyapti. Uni bir qismi demak urug'lanishda qatnashgan ekan. Demak, mana bunday ko'rinishda yozib olamiz. Xo'p, ana endi demak buni topib chiqishimiz kerak biza. Xo'p. Demak 1332
1332 ta spermiy o'rganishda qatnashyapti. Nimaga yozib olamiz? 1332 ta. Demak 1332 miz bir qism deymiz, 4 qism topib olamiz. Demak proporsiya qilamiz. Demak 1332 ni hop 4 ga ko'paytiramiz. 5332 bo'ladi. Demak mana 4 qismimiz 5332 ekan. Tushunarli? Demak 1332 ni 1 deymiz, 4 qancha deymiz? Proporsiya qilamiz. Mana bu ustiga yozsam sig'maydi, shuning uchun demak yozib ketaveraman. Demak buni 4 qismi 5332 bo'ladi. Buni 8 ga bo'lamiz. Generativ hujayralarni topib olamiz. Qancha qatnashgan. Demak 8 ga bo'lib 4 ga ko'paytiramiz. Chunki 4 ta generativ hujayra 8 ta spermiy hosil qiladi. Demak 8 ga bo'lib 4 ko'paytirsak 2666 ta ekan. 2666 ta. Demak 2666 ta generativ hujayradan demak 5332 ta spermiy rivojlangan. Ularning hammasi urug'lanishda qatnashmagan ekan, 1332 tasi urug'lanishda qatnashyapti. Xo'p, ana endi 2666 ni 4 ga bo'lib 4 ga ko'paytirsak, bizda 2666 bo'ladi. Buni 4 qism deymiz, ana endi 5 qism topib olishimiz kerak. 2666 ni 4 ga bo'lib, demak 5 ga ko'paytiramiz. Xo'sh, demak bizda 332 4 ga ko'paytirsak 5328 bo'lar ekan. Mana bu 5328 sal xato ketibdi. 5328 ni demak bo'lamiz 8 ga, ko'paytiramiz 4 ga. 2664 bo'lar ekan mana bu. Hop, 2664 bo'lsa, bu ham 2664 bo'ladi. Albatta, demak kalkulyatorsiz tezda buni ishlasa bo'ladi, lekin albatta vaqt ko'p bo'ladi. Abituriyent uchun aytganimdek qiyinlik qiladi. Boshqa smenadagi hisoblarga nisbatan 41-42 qiluvchi ayniqsa ozgina chalkashroq savol tushgan. Lekin rektorlar bemalol ishlay oladi, abituriyent lekin qiynaladi. Hop, men kalkulyator bilan ishlayapman. Sababi videomiz cho'zilib ketadi, shuning uchun demak tezroq ishlashimiz uchun kalkulyator albatta kerak bo'lyapti menga. 2664 ni 4 ga bo'lib 5 ga ko'paytiramiz. 3330 ekan. Demak 3330 ta. 3330 ni 4 ga bo'lamiz. 4 ga ko'paytirsak, bu ham 3330 ta bo'ladi. Tushunarli? 3330 ni endi 3 ga bo'lamiz, 4 ga ko'paytiramiz. 4000 demak 440 bo'ladi. 4440 ni 4 ga bo'lamiz, 1 ga ko'paytiramiz. Demak 4 ga bo'lib 1 ga ko'paytirsak 1110 bo'ladi. Buni 3 qism deb 5 qism topamiz. 3 ga bo'lamiz, 5 ga ko'paytirsak 1850 bo'ladi. 850 ta. Urug'lanishda qatnashmagan mikroskopik hujayralar soni topamiz. 1850 ta 1110 ni ayiramiz. 740 ta. Demak, urug'lanishda qatnashmayotgan mikrosporasit 740 ta ekan. Urug'lanishda qatnashmayotgan mikrosporlarni topsak bo'ladi, 1110 ta ekan. Xo'p, buni ham topsak bo'ladi. Chang donasini urug'lanishda qatnashmayotganini 330 dan ayiramiz 2664 ni. Demak, 666 ta ekan. Qatnashmayotgani. Xo'p, spermiylarni ham topib olsak bo'ladi, chunki urug'lanishda qatnashmagan deb so'rash mumkin, masalan shartida. Uch ming 996 ta ekan urug'lanishda qatnashmagan spermiylar. Demak, topib oldik hammasini. Ana endi hop, masalan shartida so'ragan narsasini topib olamiz. Hop, demak e'tibor beradigan tomonimiz 1332 ni 2 ga bo'lamiz. 666 tadan spermiylar to'g'ri keladi. 666 ta spermiy uchun 666 ta tuxum hujayra kerak bo'ladi. 666 ta spermiy bilan 666 ta tuxum hujayra qo'shilsa agar 666 ta mutar hosil bo'ladi. Demak, xuddi shunday 666 ta spermiy uchun 666 ta markaz hujayra kerak.
666 ta markaziy hujayra bilan 666 ta sperma qo'shilishidan 666 ta nima hosil bo'ladi? Endosperm hosil bo'ladi. Endi 666 ta endosperm bilan 666 ta murta qo'shilsa ikkalasi birgalikda 666 ta urug' hosil bo'ladi. Demak, bu narsani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Xo'p, ana endi e'tibor beradigan tomonimiz spermiy nimadan rivojlanadi? Spermiylar to'plami. Demak, changchilar rivojlanadi. Tuxum hujayra bilan markaziy hujayra nimadan rivojlanadi? Demak, mana bu o'simlikdan rivojlanadi, ya'ni urug'chidan rivojlanadi. To'g'rimi? Urug'chidagi diploid o'sha megasporasitdan rivojlanadi. Shuning uchun bu demak qizil gulli urug'chi o'simligi, buni to'plamini oladigan bo'lsak, A1 va A2 bo'ladi. Demak, ya'ni genlar to'plami, tuxum hujayrada A1, A2 ekan. Xo'p, tuxum hujayrada, markaziy hujayrada ham xuddi shunday bo'ladi. A1, A2 bo'ladi. Markaziy hujayramiz ham demak A1, A2 to'plamiga ega bo'ladi. Demak, bu genlar to'plamini yozolman. Demak, bu sonda edi. Bu genlar to'plami. Ana endi biz spermiylarni aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, spermiylar bizda qanday ko'rinishda bo'ladi? A1, A2 bo'lishi mumkin, A1 kichkina A2 bo'lishi mumkin yoki katta A2 kichkina A1 bo'lishi mumkin yoki A1 A2 bo'lishi mumkin. Shuning uchun masalan shartida bizda spermiylar to'plamini berish kerak, agar o'g'loncha o'stirgan o'g'lini so'rasa. Xo'p, demak, mikrosporasitdan rivojlangan hujayralarni to'liq yozing deyapti. Mana mikrosporasitdan rivojlangan hujayralarni to'liq yozdik. Xo'p, va urug'larni jarayoni to'liq yozing. Demak, biz urug'larni jarayonini ham to'liq yozdik. Ana endi aslida nimani so'raganiga qarab masalani demak shartini topamiz. Xo'p, demak asli. Demak, hammasini topib oldik. Ana endi bizda mikrosporlarni hosil qilishda ishtirok etmagan, demak, mikrosporlarni hosil qilishda ishtirok etmagan hujayra, demak, mikrosporlarni nima hosil qiladi? Mikrosporosit hujayra hosil qiladi. Mikrosporasitlarni urug'lanishda qatnashmagani 740 ta. Mana shu 740 tani deyapti bizda masalan shartida. Demak, e'tibor beramiz yana bir bor. Mikrosporlarni hosil qilishda ishtirok etmagan hujayra, mikrosporlarni hosil qilishda ishtirok etmagan hujayra bu demak mikrospora. Nechta? 740 ta. Demak, mana shu hujayra bo'linishining J1 davridagi dominant gen allellar sonini aniqlang. A1, A2 qilib ko'rsatib qo'ygan ekanmiz endi. Masalan shartida adashmasam ko'rsatib qo'yilgan. Xo'p, dominant gen allellar sonini aniqlang. Aytganimdek A1, A2 bo'ladi, bu A1, A2 yoki A1, A2, xullas to'plamlar har xil bo'lishi mumkin. Bu diploid to'plamli bo'lganligi sababli A1, A2 ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, J1 davrida biz bilamiz 2n2s holatida bo'ladi xromosomlar to'plami. Xo'p, ya'ni DNK bilan xromosomlar to'plami bir xil bo'ladi. Shuning uchun ham demak dominant gen allellar soni 2 ta bo'ladi. Demak, bizda J1 davrida agarda sintezda so'rasa yoki J2 davrida so'rasa, sintezda bilamiz DNK x oshadi. DNK genlar qayerda joylashadi? DNKda joylashadi. To'g'rimi? Demak, o'sha DNKning nukleotidlar qatoriga gen deyiladi. Bir molekula oqsilning biologik sinteziga javobgar bo'lgan. Shuning uchun ham demak genlar qayerda joylashadi? DNKda joylashadi. DNK ortgandan keyin o'z-o'zidan genlar to'plami ham ortadi. Xo'p, shuning uchun bizda demak dominant gen allellar soni 2 ta, hozir bizda bo'ladi. Masalan, shart bo'yicha J1 davrida so'rayapti. Unda DNK ortmaganligi sababli dominant gen allellar soni 2 ta deb bo'lamiz. Agarda sintez davrini so'rasa yoki J2 davrini so'rasa, unda boshqacha bo'ladi. Agar sintez davrini so'rasa, agar DNK ikkisi ortadi, keyin 4s bo'ladi. Natijada dominant gen allellar soni ham ikkisi ortadi. Natijada 4 ta bo'ladi. Xo'p, biz 4 ni 740 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Sintez yoki J2 davrini so'rasa. Hozir bizda masalan shartida J1 davrini so'rayapti. J1 davrida 740 ni 2 ga ko'paytiramiz. Aytganimdek DNK ortishi kuzatilmaydi. Shuning uchun ham 2 ta dominant gen allellar bo'ladi. Bu bo'ladi 1480 ta bo'ladi. Demak, A sini javobi 1482. Ana endi B sini topamiz. Bizda masalan shartida B sini nima so'ragan?
chang donasini hosil qilishda ishtirok etgan mikrosporlar sonini aniqlang. Demak, chang donasi 3330 ta chang donasi hosil bo'lgan, shuni hammasi urg'anishda generativ hujayralarni hosil qilmayapti. Shu chang donasini hosil qilishda ishtirok etgan mikrosporlar sonini aniqlang deyapti. Demak, 3330 ta mikrospora dan 3330 ta chang donasi hosil bo'lyapti. Shuning uchun demak 3330 ta mikrospora chang donasini hosil qilgan ekan. Demak, javobimiz 3330 ta bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, agarda urug'lanish, gul o'simlikdan urug'lanish yoki hayvonlarning o'sha gametegenezini yoki urug'lanishini yaxshi tushunmasak, YouTube'da video darslarim bor, bemalol ko'rib o'rganib olsangizlar bo'ladi. Albatta, keyingi kuzgi milliy sertifikat imtihonlarida albatta juda katta foydasi tegadi. Hozirdan o'rganib olsak. Xo'p, demak, sesini topamiz. Spermiylar bilan urug'lanish natijasida. Demak, spermiylar to'plamini bergan ekanmizda, spermiylar to'plami A1, A2 deb bergan ekan o'z maslanish shartida. A1, A2 deb spermiylar to'plamini bergan. Xo'p, mana shu spermiy bilan urug'lanish natijasida hosil bo'lgan. Demak, spermiy bilan tuxum hujayra, spermiy bilan markaziy hujayra urug'lanadi. Shuni urug'lanishda hosil bo'lgan o'simlikning fenotipini aniqlang. Ikkalasi birga qo'shilgan paytda muhtag endosperm hosil qiladi. Muhtag bilan endosperm birgalikda urug'ni hosil qiladi. Urug'dan esa nima rivojlanadi? Yangi o'simlik rivojlanadi. Shu o'simlikni fenotipi, ya'ni rangini topishimiz kerak biz. Ana endi, demak, spermiy bilan tuxum hujayralarni qo'shamiz, genlar to'plamini. Demak, bu ikkalasini qo'shsak, muhtag qanaqa bo'ladi? A1. Hop, A1 bo'ladi. Hop, A2 bo'ladi. Bu muhtag. Muhtagning to'plami. Esimizdan chiqmasin. Muhtag bilamiz, biz bilamiz, diploid to'plamga ega. Hop, markaziy hujayra bilan spermiylar ikkalasini qo'shamiz buni ham. Qo'shgan paytimiz A1, hop, A1, demak, A2 to'plamga ega bo'ladi. Hop, ana endi ikkalasi birgalikda qo'shilsa agar muhtag bilan endospermga qo'shilgan paytda urug'ning to'plami ham xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Biz tushundik, chunki bitta muhtag va bitta endosperm birgalikda bitta urug'ni hosil qiladi. Shuning uchun ham demak, bu ikkalasi birgalikda qo'shilgan paytda ham to'plam xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni A1, A2 to'plamiga ega bo'ladi. Hop, urug'ni to'plami, genlar to'plami. Ana endi bu fenotip qanaqa bo'ladi? 3 ta dominant gen bo'lsa, fenotip qanaqa bo'ladi? Och qizil bo'ladi. Demak, o'simlikning fenotipi qanaqa ekan? Och qizil. Nimaga deganda aytganimdek, urug'dan yangi o'simlik rivojlanadi. Demak, shu uchun o'simlikning fenotipi och qizil rangda bo'ladi. Xo'p, demak, bu sesini javob berdi. Xo'p, umid qilamanki, savolni tushuntira oldim deb. Xo'p, qanaqadir yana savollaringiz va takliflaringiz bo'lsa, bemalol Telegram profilimga murojaat qilishingiz mumkin yoki YouTube kanalimga savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Telegram kanalimda ham bemalol a'zo bo'lib, savollar bor. Telegram kanalimda qayta ishlab mustahkam qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, va keyingi tushadigan imtihonda albatta juda katta foydasi tegadi. Xo'p, qanaqadir yana savol va takliflaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga a'zo bo'lib, savollaringizni berish mumkin. Agarda video darslarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, ko'proq do'stlaringizga ulashing, like bosing, albatta biz uchun bu katta motivatsiya bo'ladi. Xo'p, ko'proq do'stlaringizga ulashing va xo'p, Telegram va YouTube kanalimga a'zo bo'ling. Xudo xolasa sizlar uchun yaxshi va foydasi tegadigan darslarni olishda davom etaman. Xo'p, bu demak 5-may 2-smenada tushgan 41-yozma savolimiz edi. E'tibor beradigan tomonimiz bu demak polimeriya bilan urug'lanishni qo'shib masala tuzgan genlar to'plamini ahamiyat bersak. Shuning uchun ham bu albatta boshqa smena savolga nisbatan ozgina murakkabroq bo'ldi. Boshqa smena 4-may kuni tushgan 1-2 smena, 5-may kuni tushgan 1-smena savollarini ko'rdim. Hammasini xudo xolasa videoga yechim qilaman uni ham. Xo'p, uni o'zim tahlil qilib chiqdim. Bu smena savoliga nisbatan, 2-smena savoliga nisbatan ular osonroq ozgina, bu meni nazarimda. Xo'p, albatta o'z-o'zingizda ko'proq ishlab, shug'ullanib, ko'proq o'sha yozma imtihonlar ishlab tahlil qilsangiz, albatta juda katta foydasi tegadi. Xudo xolasa kuzgi milliy sertifikat uchun noldan boshlab onlayn
masala kursi ochaman yaqinda. O'sha paytda a'zo bo'lib bemalol masalangizni 0 dan to A+ darajagacha oshirishingiz mumkin bemalol. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Quvondiq Qamboyev, Avicenna Education o'quv markazi asoschisi doktor Avicenna.